Salom hammaga, yaxshimisizlar? Hozirgi ochirimimiz o'zingiz uchun bo'ladi. 7 kunlik ochirim dushanbadan yakshanbagacha nimalar bo'ladi hayotingizda, ishda, sog'liqda, munosabatlarda ko'rib chiqamiz. Nimalar ro'y beradi 7 kunlik ochirim. Va layk bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Unda boshladik 7 kunlik ochirim. Bunda variant qilmaymiz. Hamma o'ziga tegishlisini olsin. 7 kunlik ochirim. Layk bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni olaman. Dushanba kuningizda nimalar bo'ladi? Ishda, sog'liqda, munosabatlaringizda nima gap so'z? Seshanba kuni, chorshanba kuni, payshanba kuni va juma kuni, shanba va yakshanba kuni da sizga nimalar bo'lish ehtimoli bor? Ko'ramiz. Layk berish, obuna bo'lishni unutmang. Bu kartalarimiz faqat layk bergan, obuna bo'lganlar uchun amal qiladi. Ishingizda, sog'lig'ingizda, omad, pul, barakalaringizda nima gap so'z? 7 kunlik ochirimda nimalar bo'ladi? Bir hafta ichida. Sizni nimalar kutyapti? Nimalar bo'lish ehtimollari bor? Unda boshladik 7 kunlik ochirim. Dushanba kuningizda nimalar bo'lish ehtimollari bor? Unda boshladik. Dushanba kuningizda nimalar bo'ladi? Dushanba kuningizga keladigan bo'lsak, qandaydir dushanba kuningizda kuchlanyapsiz, aqllanyapsiz va qilaman degan ishlaringizni qila bilyapsiz. Qayoqqadir bormoqchisiz. O'sha boradigan joylaringizga bormoqchisiz. Ba'zi bir o'rtoqlarimiz o'zini qandaydir shifoga ochgan bo'lishi ham mumkin. Bu sizga yaxshi tomonlama ta'sir qilayotganini kartalarimiz ko'rsatyapti. Va mana bu kartamiz teskari tushganiga qaraganda pul kanallaringizda va barakalaringizda ozgina to'siqlik borligini aytyapti. Va qandaydir o'rtoqlarimiz o'zini shifolantirayotgan bo'lishi ham mumkin va o'sha yaxshi tomonga ta'sirini ko'rsatyapti. Qandaydir dushanba kuningizda kuchlanyapsiz, aqllanyapsiz va qandaydir sizni yon atrofingizdagi insonlar, sizga qarshi insonlar ham borda. Bu yerda qandaydir bularni dushman ham deb atasak bo'ladi. Yon atrofingizda sizni ko'ra olmaydigan baxil insonlar bor. Ulardan ozgina tushkunlikka tushib qolishingiz mumkin. Ulardan qandaydir xabar eshitib qolishingiz mumkin yoki sizga qandaydir negativ, yomon energiyalarni dushanba kuniga kelganda yuborgan bo'lishi ham mumkin va yuborishi ham mumkin. Qandaydir ozgina siqilib qolishingiz ko'rinyapti. Bu dushmanlar tomonidan ozgina sizga qandaydir o'sha ziyon tegib qolishini ham kartalarimiz aytyapti. Dushanba kuniga kelganda siqilib qolyapsiz. Nimadan deganda qandaydir o'sha pul kanallaringizda va barakalaringizda ozgina yopiqlik bo'lib qolish ehtimoli bor. Ba'zi bir insonlarimizda, shifolanayotgan o'rtoqlarimizda yaxshi tomonga ta'sir qilyapti va tozalab olayotgan, o'zini shifoga ochayotgan o'rtoqlarimizda qandaydir kuchlanishyapti, aqllanishyapti. Seshanba kuni nimalar bo'ladi? Seshanba kunida nimalar bo'ladi?
Seshanba kunida nimalar bo'lish ehtimoli bor degan savolimizga, seshanba kunida qandaydir siz tomonga erkak kishi kelishi yoki munosabatlar to'xtab qolgan bo'lsa, munosabatlaringiz yaxshi tomonga o'zgarib ketishi, urushgan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, u bilan qayta yarashishingiz ko'rinyapti va qandaydir bu yerda sizga nimadandir tushkun holatda o'tiribsiz. Qandaydir o'sha erkak kishidan nima deydi, erkak kishini gap so'zlaridan xafa holatga kelib qolishingiz ham mumkin yoki bu yerda dushanba kuni qandaydir sehr sizga ta'sir qilsa, o'sha sehr ta'sirida ozgina qiyinchilik kunlarni boshdan kechirishingiz mumkin va sizni qandaydir nima deydi, uyingizda qandaydir yig'in o'tkazishingiz ham mumkin. Seshanba kuniga kelganda yoki qandaydir to'ylarga, tadbirlarga borish ehtimolingiz ham tushyapti. Qayoqqadir yo'lingiz bor, borasiz. Bu o'yin-kulgi bilan bog'liq deyapti. Lekin seshanba kuniga kelganda ozgina qayg'ulanib, siqilib qolgan bo'lsangiz, baribir ham quyosh siz tomonga porlayotganini ko'rsatyapti. Bu yerda siz hamma narsaga harakat qilyapsiz. Qilaman degan ishlaringizni albatta o'z yo'liga qo'yib qila olyapsiz. Sizga qandaydir o'sha ziyon zahmat kelayotgan bo'lsa ham, siz ularni seshanba kunida yengib o'ta olyapsiz. Va chorshanba kuniga kelganda nimalar bo'ladi? Chorshanba kuni nimalar bo'ladi? Chorshanba kuniga kelganda qandaydir uyingizda xursandchiliklar bo'lishi, turmush o'rtog'ingiz bilan qandaydir yoki aqlingizdagi inson bilan munosabatlar to'xtab qolgan bo'lsa, ular yana bardavom bo'lishi, unib o'sishi, barakalaringizda ham, rizqlaringizda ham qandaydir yaxshi tomonga nima deydi, chiqib ketishingiz ko'rinyapti. Bu yerda Sonsa quyosh kartamiz va bu yerda ham qandaydir rizq, baraka kartalarimiz ko'rinyapti. Endi bu nima degani? Quyoshli kunlar san tomonga chiqyapti deyapti kartalarimizda va qandaydir xursand bo'lishing, xursandchiliklar qilishing, uyingda doimiy ravishda xursand holatda bo'lishing, quyosh doimiy ravishda sanga kulib boqishi, kutayotgan insonlaringni kelishi, uzoqdan kimni kutyapsiz, o'sha insonlar siz tomonga qadamini bosishi, sizga yangiliklar, chorshanba kuniga kelganda sizga yangiliklar, xursandchiliklar, uyingizda quvonch, qandaydir nima deydi, yaxshi kunlarni bo'lishi, chorshanba kuningizda qandaydir o'ta xursand bo'lasiz, qilaman degan ishlaringizni qilyapsiz va sizga qandaydir o'zidan barakalar, rizqlar, pullar yog'ilib kelyapti. Siz hammadan mamnun bo'lyapsiz, xursand bo'lyapsiz va sizdan ham qandaydir insonlar xursand bo'lishayotganini kartalarimiz ko'rsatyapti chorshanba kuni. Payshanba kunida nimalar bo'ladi? Payshanba kunida sizlarni nimalar kutyapti? Payshanba kuniga kelganda qandaydir ozgina to'siqlik bilan turibsiz. Qandaydir ozgina to'siqlik bilan turibsiz. Bu ham qandaydir pulga taqalyapti shekilli. Qandaydir sizga pul kerak bo'ladi. O'sha pulni topa olmay qolishingiz mumkin yoki qarzlaringiz bo'lsa, bera olmay qolishingiz mumkin. O'shandan qandaydir siqilib, yuragingizda ozgina qandaydir siqilish bo'lib qolyapti. Keyin sizga nima deydi, xiyonat ham qilib qo'yishi mumkin. Aqlingizdagi inson yoki turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, bu xiyonat qilib qo'yishi mumkin yoki qandaydir o'sha pul so'rasangiz pul bermasligi mumkin. Aqlingizdagi inson yoki o'sha turmush o'rtog'ingiz, bu yerda yurak bilan bog'liq qandaydir kartalarimiz tushyapti. Ba'zi birovlarda xiyonatga ham uchrashingiz mumkin. Ba'zi birovlarda o'sha pul muammosi bo'lishi ham mumkin. Payshanba kuniga kelganda ozgina puldan yoki aqlingizdagi inson sizga yolg'on gaplarni gapirishi mumkin yoki siz tomonga xiyonat qilishi mumkinligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Chunki bu yerda sizni yuragingiz ozgina siqilib qolyapti deyapti kartalarimizda. Chorshanba kuni shunaqa bo'lar ekan. Payshanba kuniga kelganda nimalar bo'ladi hayotingizda? Bu yerda payshanba kuniga kelganda qandaydir bu yerda
nima deydi, farzandi bor insonlar bo'ladigan bo'lsa, qandaydir o'sha farzandingizdan aziyat chekib qolishingiz yoki uni orqasidan qandaydir yomon xabar eshitib qolishingiz, farzandingiz sizni gaplaringizga kirmasligi mumkin, qandaydir qaysarlik bilan nima deydi, turib olishi mumkin, sizga bo'yin egmasligi mumkin, qandaydir nima deydi ozgina oilangizda ham shayton aralashib qolishi, uyingizga qandaydir o'sha yomon negativ energiyalar kirib kelishi, hayotingizda ozgina yiqilish, buzilish yashashingiz va bu narsalar yana ortda qolib ketib, yana sizga qandaydir yaxshi kunlarni kelishini ko'rsatyapti. Payshanba kuniga kelganda qandaydir farzandingiz bilan ozgina chalg'ib qolishingiz va qilaman degan ishlaringizni ozgina qilolmay to'xtab qolishi mumkin. Keyin nima deydi, hayotingizda ozgina nima deydi, sovuqlik bo'lib qolishi ham mumkin va bu narsalar o'tkinchi deyapti kartalarimizda. Bu narsalardan qo'rqmang, bu taqdir tomonidan sizga berilyapti va bu o'tkinchiligini ko'rsatyapti. Juma kunga kelganda nimalar bo'ladi? Juma kunga kelganda qandaydir aqlingizdagi inson bilan ko'rishishingiz mumkin, uchrashishingiz mumkin yoki ko'rishuv, uchrashuv shunga o'xshagan narsalarni reja qilgan bo'lsangiz o'xshamay qolishi mumkin, illyuziya bo'lib qolishi mumkin, yolg'on bo'lib qolishi mumkin yoki o'sha rejalashtirayotgan narsangiz siz tomonga hal bo'lmay qolishi mumkin. Aqlingizdagi inson sizni qattiq sog'ingan, yaxshi ko'ryapti, sevyapti yoki bu turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, uzoqda bo'ladigan bo'lsa, u sizni qattiq sog'ingan, qandaydir nima deydi, sog'inch bilan turibdi va o'yin kulgu ba'zi bir o'rtoqlarimizga qandaydir xursandchiliklar, oilaviy qandaydir o'tirish, bazm, shunga o'xshagan joylarga borishingiz mumkin, ko'ngil yozishingiz mumkin va u yerda qandaydir ozgina ba'zi birovlarimiz ehson talab bo'lib kelishlari mumkin, ko'zga nazarga subqa qolib kelishlari mumkin. Aqlingizdagi inson bilan ko'rishishni rejalashtirayotgan bo'lishingiz mumkin mana shu kunda, lekin bu illyuziya bo'lib chiqishi mumkin, o'xshamay qolishi mumkin. Shanba kunida, yakshanba kuniga kelsak, nimalar bo'lyapti? Yakshanba kuni kartamiz teskari tushdi. Qandaydir bu haftada sizni qiynayotgan narsalar hammasi, bu esa kalamushlar, sizni dushmanlaringiz bo'ladigan bo'lsa, hammasi ortda qolib ketishi. Chunki bu kartamiz teskari tushdi. Siz ozgina siqilib qoldingiz bu haftada, yo'q, lekin nima deydi, bu o'tkinchiligini ko'rsatyapti. Kim sizga nima qilgan bo'lsa, kartamiz teskari tushdi, o'ziga qaytib o'ziga urishini ko'rsatyapti va siz yana barakalarga, rizqlarga kirishingiz va go'zallanishingiz, aqllanishingiz tushyapti va bu yerda nima tushyapti? Siz kim bilandir ko'rishasiz, uchrashasiz. Yakshanba kuniga kelganda bu oilaviy uchrashuv yoki aqlingizdagi inson bilan yoki turmush o'rtog'ingiz bilan qandaydir o'zingiz biror joyga sayohatga borishingiz mumkin va aqlingizdagi inson qandaydir sizga sovg'a berishi ham mumkin. Kartalarimiz shuni aytyapti va qandaydir erofant kartasi tushyapti. Siz hafta oxiriga kelganda o'zingizni qandaydir tozalatib yuboring, o'qitib yuboring deyapti. Erofant, bilasiz, bu qandaydir ustoz kartasi. O'shaning uchun mana shu haftada sizga ozgina qiyinchiliklar bormi? Bildingizmi? O'zingizda qiyinchiliklarni sezdingizmi? Albatta, o'shaning uchun harakat qiling toki yangi haftada sizni bundan-da yaxshi narsalar kutsin deb hafta oxirida o'zingizni qandaydir shifoga oching deyapti kartalarimiz. Rahmat hammaga.